Juda ham ko'plab hududlarimizda jazirama kuzatiladi. Eng qiziqtirgan savol, izohlardan ko'p. Sentyabr qanaqa keladi, oktyabr qanaqa keladi? Hududlarda 40 darajagacha havo harorati ko'tarishi mumkin. Dam olish kuni aholi sezilarli salqinlikni his qilishadi. Har bir oyimiz o'tmishlarga nisbatan issiqroq. Assalomu alaykum, dehqon va fermerlar uchun ob-havo ma'lumotlari. Erkin aka, assalomu alaykum. Demak, bugun 10-avgustdan 17-avgustgacha va sentyabr, oktyabr, noyabr haqida gaplashamiz. Erkin aka, so'z sizga. Assalomu alaykum, Respublika fermerlar kanali kuzatuvchilari va nihoyat mana shu yilning deylik, eng so'nggi hafsalarni pir qiladigan +40 dan ancha baland, ancha kun davom etadigan issiqlik to'lqini bilan to'qnash kelar ekanmiz. Shu hafta ayni haftaning ish kunlari, bu yo'q dushanbadan boshlab juma kuniga qadar juda ham ko'plab hududlarimizda jazirama kuzatiladi. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba kunlari faol davri kuzatilar ekan va asosiy issiq kunlar chorshanba, payshanba kunlariga to'g'ri kelyapti. Ayni mana shu chorshanba, payshanba kunlari bu 13, 14, 12 avgust kunlariga to'g'ri kelyapti va bu paytda juda ham ko'plab hududlarimizda 40 darajadan yuqori havo harorati, ayrim hududlarimizda masalan cho'l, janub, shimol hududlarida 40 darajagacha havo harorati ko'tarishi mumkin. Lekin bu tongi muddatdagi havo haroratlari o'tmish mana bu iyul oyining o'rtasidagi kabi hafsalarni pir qiluvchi emas, chunki bu jarayon termik depressiya emas. Bu jarayon o'zimiz o'rgangan o'sha past bosimli issiq havo oqimi deyiladi, mahalliy havo oqimi ham desa bo'ladi. Mana xaritasini ham joylashtiryapmiz. Kamol aka, tog'larimizda antsiklon, sovuq havo oqimi va ana bu Ural Volga bo'yi hududlaridan ham ko'k rangda ko'rinyapti. Sovuq havo oqimi kirib kelyapti va o'rtada qizil past bosimli issiq havo oqimi. Ayni mana shu oqim bizda mana shu haftaning ish kunlarini issiq bo'lishini ta'minlar ekan. Lekin baland tog'larda havo harorati nari borsa, ya'ni tog'larda vaziyat biroz yaxshiroq. 32-33 daraja beryapti. Masalan, yoz oylarida 36-37 darajagacha ko'tarilib ketardi va tungi haroratlari tog'larda 13 va tungi haroratlar hozirgi issiqlikda ayni endi kechki muddatda bir dimlik bo'ladi. Ya'ni havo harorati isib ketgandan keyin kechqurun endi tabiiy siklik namlik 7, 8, 9, 10larda ham namlik ko'tarilib ketish hisobiga havo haroratini endi sal dim vaziyatni beradi. Lekin tongi muddatlarda o'sha g'irg'ir esadigan shabadalar bor, ya'ni tana dam oladigan fiziologik holatda sal bo'lsa-da o'sha kunduzgi issiqliklardan kompensatsiya qiladigan bir komfort ob-havo muhiti bo'ladi mana shu haftada ham. Lekin Navoiy, Buxoro, endi cho'l hududlarida bu vaziyat boshqa hududlarga nisbatan sal yomonroq, ya'ni issiqlik stresslari kuchli bo'ladi. Yog'ingarchilik kesimida endi hafta boshlarida Toshkent viloyati, Farg'ona vodiy viloyatining ayrim hududlarida yoki mana Jizzaxning mana shu Zomin, Baxmal tumani hududlarida, ya'ni tog'li hududlarda kunning ikkinchi yarmida ayni dushanba, seshanba, ya'ni 10, 11, 12 kuni ham qisqa muddatli jala yog'inlar bor. Va keyin tog'larda ham ayni mana bu 13, 14, 15 kunlari yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Dam olish kunlari havo harorati keskin pasayadi. Keskin emas, sezilarli pasayadi. Ya'ni shimolliklar endi masalan 42 dan 38 ga, ya'ni Qoraqalpog'istonliklar, Xorazmliklar 42 dan ayni dam olish kuni shanba, yakshanba kuni, ya'ni 15-16 kuni 38-35 darajaga pasayishi mumkin va boshqa hududlarda ham dam olish kuni aholi sezilarli salqinlikni his qilishadi. Va keyingi hafta ayni mana bu Ural Volga bo'yi hududlaridan kirib kelayotgan salqinlik respublikada uzoq muddat qolar ekan va keyingi haftamiz salqin hafta desak bo'ladi. Yog'ingarchilik kesimida mana xaritasini ham joylashtiryapmiz. Hafta davomida umumiy qancha yog'in bor 7 kunlikda. Tog'larimizda ko'rinyapti ranglar, boshqa hududlarimizda oppoq rang, ya'ni qishloq xo'jalik mahsulotlari mavjud bo'lgan hududlarda vaziyat ancha barqaror, yog'ingarchiliksiz ishlashadi. Demak, o'zi endi dehqonlarni eng qiziqtirgan savol, izohlardan ko'p. Sentyabr qanaqa keladi, oktyabr qanaqa keladi? Hozirgi prognoza bo'yicha endi bizning kutilmalarimiz o'z iqlimshunosga beriladigan savol bu va iqlimshunos o'zini har bir iqlimshunos o'zining alomatlari bor. Kimlardir yulduzlarga qarab, kimlardir yana boshqa omillarga qarab nima qiladi. Biz endi doimo o'zi iqlim o'zgarishi dunyoda nima uchun yuzaga kelyapti degan savolga shu okean suvlarini isib ketishi sabab yuzaga kelyapti degan pozitsiyadaga sodiqmiz va aynan bu okean suvlari hamma joyda har xil fenomenlar bor. Masalan, Tinch okean markazida doim aytib kelgan El Niño, La Niño deydi. La Niño sovishib ketishi, suv harorati me'yordan, El Niño isib ketishi. Bu yil super El Niño haqida gapiryapmiz va so'nggi 150 yillikda shunga o'xshash juda kuchli El Niñolar 6 ta 7 ta kuzatilgan. Ayni mana shulardan kelib chiqib, ularni kuzatilish muddati iyul oylarida bo'lmagan ekan. Ya'ni hozir o'tmishdoshlarga nisbatan tezroq shakllanyapti, suv isib ketyapti va mana 1997-yildagi eng kuchli El Niño davrida ham
juda bir-biriga yaqinlik bor. Ya'ni undan ham oldinroq muddatda bir haftacha oldin isib ketish yuzaga kelyapti. Demak, mana shundan kelib chiqib 97-yilga qaytamiz. 97-yil kuzi qanaqa bo'lgan degan savolni biz qo'ysak oldimizga, ya'ni bir-biriga bog'liqlik bor demoqchiman. Yaqin. Ya'ni ana shu davrdagi El Niño ham havo oqimlarini pozitsiyasini o'zgartirgan va ana shunga mos bo'lgan holatda bu yilgi kuzda havo oqimlari mintaqaga kirib kelishi mumkin. Shunaqangi bog'liqlik bor va shundan kelib chiqib yog'in quvvati qancha bo'ladi degan savolga ana shu 97-yilda kuzida sentyabr quruq bo'lgan, ya'ni me'yorga nisbatan kamroq, lekin oktyabr, noyabr oylarida vahshiy yog'ingarchilik ko'payib ketgan. Uni juda ham yaxshi eslashadi. Mana shu 97-yilda kuzga qanaqa kelgan o'sha yosh kattalar, hatto biz o'zimiz ham yaxshi eslaymiz, chunki biz o'zimiz ham 10 yashar, 11 yashar bo'lganmiz, aqlimizni taniganmiz. 98-yilni endi hamma eslasa kerak. Bu bahori endi o'sha sel suv toshqin ko'p bo'lgan, ko'chkilar ko'payib ketgan, masalan, shu Jigaristondagi ko'chkilar deymizmi yoki mana bu Langar ko'chkisi yoki mana Shohimardonda o'sha 98-yilda jahon chempionati yoz oylarida bo'layotgan paytda Fransiyada Shohimardonda suv toshqini bo'lgan. 98-yil, ya'ni El Niño o'zini kuchini ko'rsatgan. El Niño o'zi mintaqamizda doim aytib o'tganimizdek kuchli bo'lib, ham juda kuchli El Niñolar yog'ingarchilikni ko'paytiradi, lekin sentyabrimiz quruq. Ya'ni agar sentyabr endi o'zi shundoq ham sentyabrda ko'plab hududlarimizda terim boshlanmaydi. Lekin mana bu janub hududlarimizda boshlanadi. Shuni hisobiga ular uchun ancha yaxshiroq ekan. Lekin oktyabrda asosiy terim davrimiz, paxta terim haqida gapiryapman. Lekin bu paytda oktябrimizda ana shu 97-yildagi alomatlardan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak va boshqa 82-yilniki bor, 72 bor, 15-yilda ham kuchli El Niñolar kuzatilgan. Ularda ham asosiy ana shu voqea hodisotlar kuz oylarida yog'ingarchilik mo'l bo'lishini, ko'p bo'lganini anglatadi. U paytda ham sentyabrda ko'p bo'lganmi yo? Yo'q, sentyabrda umumiy biz hozir o'rganyapmiz. Yaqinda Gidrometeorologiya ilmiy tadqiqot instituti ham aynan mana shu kuz oylarida aynan har bir oy uchun har xil alomat, bizda har xil iqlimshunoslar bor, mutaxassislar bor. Olyapmiz. Nazarimda shu 2 kun 3 kunlikda umumiy xulosa ham kelib chiqadi. Ya'ni hamma alomatlardan kelib chiqib, hamma qarashlardan kelib chiqib optimal oxirgi taxminlarni beramiz. Har bir oy kesimida qayerda quruq, qayerda nam, qayerda harorat ko'p. Endi haroratku tabiiy geometriya tashkiloti aytayapti, har bir oyimiz o'tmishlarga nisbatan issiqroq 1 daraja, kamida 1 daraja bo'lsa ham issiqroq bo'ladi deyilyapti. Demak, keyingi ko'rsatuvni o'tkazib yubormang. Albatta, ko'rsatuv bo'yicha fikr va izohlaringizni yozib qo'ying. Biz keyingi ko'rsatuvni shunga ko'ra tayyorlaymiz. Katta rahmat Erkin aka. Sog' bo'linglar.